Voy, quyosh ham rosa xalaqit berdi-da. Xuddi shunday Jizzaxda ko'zlari quyoshdan qamashgan haydovchi qaram-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan yuk mashinasining yo'liga chiqib ketib, dahshatli yo'l transport hodisasi yuz berdi. Zil ag'darilib ketgan aka. Yuk mashina Uzib to'zadi. Jizzax Allarol. Elektromobil. Nima deymiz, yo'llarda ehtiyot bo'linglar. Voqea aynan mana shu yo'lda yuz bergan. 2025-yilning 18-mart kuni soat 18:10 larda G'allarol tumani Ko'kgumbaz mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lining 44-kilometrida sodir bo'lgan. Bu yerda esa o'sha avtohalokat natijasida shikastlangan avtomobil qoldiqlarini va jiddiy zararlangan yo'l belgisi ustunining ham guvohi bo'ldik. Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiy izoh berdi. Ushbu G'allarol tumanida sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida BID hamda ZIL 130 rusumli transport vositasi haydovchi va yo'lovchilariga hech qanday tan jarohati yetmagan, biroq transport vositalari moddiy tarafdan shikastlangan. Hozirgi kunda tergovga qadar surishtiruv ishlari G'allarol tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Bu kabi yo'l transport hodisalari qachon va qanday yuz berishini hech kim bilolmaydi. Shunday ekan, yo'l qoidasiga amal qiling. Zarurat kelganda mana bunday quyosh nurlaridan himoyalovchi vositalardan o'z o'rnida foydalaning.